Kompot sezon boshlandi. Xudo xola, shu 50 grad isida geliningizni ko'ngrab yotgan kuxningizda kompot qaynattiracakmisiz? Keling, men sizga onsat yo'lini o'rgatayım. Mevalarni har doimgidek kompotda atganni atib, yuvib, tozalab, danakindan olib, hammasini taxlab olamiz. Lekin buni bankaga bosamiz, paketga bosamiz. Hayotni og'irlashtirib endi. Geliningizdan shuni yordamchilari bor. Mendan boyna ustlarini bulashtirib, mevalarni oqizib o'tiribdi. Yaxshi bolam, azatsang azat deb, erkini qo'lina berib, futbolkasini yechib, baviya yuvishni boshladim. Bavi bor, qanday g'amim bor deb bir zamonda bu ishimdan xalatib beraverdim. Geliningizga kelsak, bir xil narsalarni qaytalatavermang, yangiliklarni o'rgatishayvering. Masalan, men kursma rezultatini ko'rdingizlarmi? Bomba. Bavini hamma do'konlardan yoki uzun marketdan topishingiz mumkin. Xullas, endi ishning paketini olamizdan 3-4 litr mo'ljallangan mevalarni solib vakuumlaymiz. Agar sizda vakuum apparat paketi yo'q bo'lsa, oddiy salofan paketga solib, to'shin masalliqni solib, morozinnikka jo'natasizlar. Qishda shakar, suv solib, qaynatib ichaverasizlar. Uylaringiz ham gaz yaqqaningizda issiq bo'ladi, kompot ham sveji bo'ladi. Asa endi gelinlarni qiynamanglar, shu variantni ataveringlar. Gelinlarimiz endi ilm olishar, bola tarbiyalashga sarflasizlar vaqtlarini. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat.